Assalomu alaykum, Royal Box avtoservisining obunachilari. Mana biz Trigger avtomobilini qabul qilib qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin, orqa kapot qismida pachoq bilan kelgan edi. Bu pachoq bo'lganda zazorlarni olib qochgan, mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin, bu yoqqa surilib ketgan. Bu zazorlarni ham chiroyli qilib terib, avvalgi holatiga keltirib beramiz. Mana pachoqni ham ko'rishingiz mumkin. Pachoq bu yerda bo'lgan. Bu pachoqni kraska qilmasdan o'zini vakuum yordamida chiroyli qilib niyatinidan terib beramiz. Ichki qismini ham ko'rishingiz mumkin. Chunki pachoq ichki qismiga ham o'tgan. Mana shunday holatda ezilib ketgan. Xudo xolasa bu yerda ham chiroyli qilib tortib, tekizlab o'zini oldingi holatiga keltiradi. Faqatgina bu yeri ichki qismi kraska bo'ladi. Chiroyli qilib o'zini avvalgi holatiga keltirib beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa tez orada bitgan holatini ham sizlarga ko'rsatib beramiz.